Assalomu alaykum, hurmatli Mo'jizaviy kanalimiz aziz obunachilari, bizni uzoq yaqindan kuzatib borayotgan do'stlar. Bugungi videoroligimiz Andijon Shahrixon tumani Qizilbayroq mahallasidan o'zimizni mini molxonamizdan bo'ladi. Ko'pchilikda xabari bor, biz kuzatib boradigan obunachilar shular talab istagiga binoan chiqaryapmiz videoni. O'qish, ish bo'lib jicha vaqtimiz bo'lmay qoldi. Mollarga video syomka qilgani obunachilarimiz juda ko'p iltimos qildi. Akramjon bir qator ko'rsating mollar deb, shular haqida bir qator sizlarga syomka qilib beraman. Videoni ko'rishdan oldin albatta like bosib gumillatib qo'yasizlar, hurmatli obunachilar. Endi molxonamiz ozgina chiroqlar tushib qolyapti. O'raganmiz, salafan ustidan makka payani bosib o'rab qo'yganmiz, chunki issiq bo'lsin deb. Boshqa joyda qanday bilinmam, bizda -5 -7 gradus bo'lyapti muzlama. Shuning uchun muzlama bo'lgani uchun mollarni issiqroq bo'lsin deb o'rab qo'yganmiz. Jami 19 ta molimiz bor hozir. 2 ta novvoz, qolgan 17 tasi xunajin. Mana shu mollar, hurmatli obunachilar, hozir bir qator ko'rsataman. Mana shu molni bozorga olib chiqdim. Janob, turgisi ham kelmayapti. Ko'nglimdagi narxga kirmadi, sotmadim. 17 million 200 ming pataloy narxiga bordi. Trivesiga 46 ming so'mdan so'rashdi. To'g'risi molni kilosini bildim, taroziga tortib 385 kilo chiqdi. Seshanba mol bozoriga olib chiqdim. Bir haftadan o'tdi. Sotkim kelmadi. Chunki 380 molni go'shiga 90 mingdan so'rashdi-da. Bu bitta tuqqan edi, endi xunajin emas lekin. Undan yeb ichib turaversan, hammasi bilan birga sotaman dedim. Nomosimiz. Ozgina chiroq tushib qolyapti, xafa bo'lmaysizlar. Yaxshi o'zgaryapti. To'g'risi taym tortgani ham unaqa qila olmadim. Makka chiqardim bularga. Makkani hozir ko'rsataman, pishirib beryapman bularga. Mana shu molimiz 6 oylikka o'tib qoldi bo'g'azlikka. Ko'rib olasizlar et boshini. Bu ham sotiladi. Qiziqqanlar bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar telefon nomerimizga. Mollarimiz 2,5 oy 3 oyga yaqinlashib qoldi. O'zi semirdi ko'pi mollarni. Hozir ozgina chiroq tushib qolyapti. Shuning uchun uzr so'raymiz. Bu qiziqqanlar bo'lsa mana shved xunajinchamizni sotiladi. Ostilarni ko'rib oylar, sigir qilaman deganlar bo'lsa, agar mana shu shvedcham. Bo'yi 120 plus chiqadi. O'zimizga 3 ta molni birga olganmiz. Eng qimmat ichida mana shu hisoblangan. 13,5-14 millionga tushgan. Lekin aslida sigir qiladigan mol. Bu ham zo'r o'zgaryapti. Ularga hozir yemlarni ham hisob kitob qilib beraman. Pashti unaqa kuchli yem ham yemayapti mollar. Shvetimiz. Video davomida hozir mana shu yerda qo'yib ketaman, hurmatli obunachilar. Bular nima yeyapti, nima qo'yapti, qanday qarayapman. Videoni kuzatib o'zlaringiz fikrlaringizni qoldiraverasizlar. Xo'p, hurmatli obunachilar, mollarimizni yemiga to'xtaladigan bo'lsak, hozir atala qilib bermayapmiz.
mollarga, chunki vaqt masalasi yetmayapti. Ob-havo ham sovuq, uni ustiga o'qish ish bo'lib, shuning uchun mana shu ikkala bochkada to'la hozir mana shunga ko'r qop makkani pishirib olyapman. Chunki makka hazm bo'lmayapti. Molga hozir ko'rsataman makkani ham. Shunday aralashtirib bersam hazm bo'lmayapti. Pishirib beryapman. Hozir bir qator yemlardan ko'rsataman. Keyin ko'pchilik so'rayapti. Mana shu garelkamizdan ko'mir yoquvchi apparatimiz, ya'ni garelkamizdan akalar, hali ham shu narxi, eski narxi, bu ko'mir yoquvchi apparatimiz narxi 600 ming so'm. Dastlabkasi masofaga qarab pul qo'shiladi. O'zim hozir Andijonga, Yangi bozorga o'qishga, malaka oshirishga boryapman. Andijonliklar bo'lsa o'sha yergacha olib borib beraman. Xolos, qolgan joylarga mashinadan chiqarib yuboraman. Baliqchi tomonlarga ham bepul. Ko'pchilik so'rayapti. Keyin bunda faqat hozir Jizzaxli akamizga, keyin Samarqandli akamizga chiqarib yuborishim kerak, so'rashyapti. Bu 13 diskadan, 14 diskadan ham yasab beraveraman. Faqat 14 diskamiz oz, topish qiyin bo'ladi, lekin 13 diska ham shu videoda ko'rganingizdek yaxshi yonyapti. Endi hozir sizga makka kunjaralarni ko'rsataman mollarni. Bu mana ko'mir xokasi. Ozgina nanga naq olasizlar, mana suvga ilab aralashtirib yoqaverasizlar. Mana shu makka drabilkadan chiqarilgan. 2 setka dedim, 1,5 setka dedim. Shunday ko'rsanglar, yiriklari bordi. Qaynagan suvda dimlayapmiz. Mollarda hazm bo'lishi yaxshi bo'lyapti. Mana shundan har bir mahallaga, hamma molga 2 paqir mana inchadan. Bunda hozir sotali makka drabilkadan o'tkazilgan. Bu un quvorish qiyin ekan, yirigi serob. Mana ko'ryapsizlarmi? Mana sariq makkani asosiy kuch beradigan naqasi bo'lsa, bular un bo'lib ketmaganda, ko'ryapsizlarmi? Mana shuni pishirib beryapman. Sifat universal drabilkasidan foydalanyapmiz. Hozirgi kunda mollarda rasxod unaqa katta emas. Mana shu kunjara. Bir qop kunjaramiz 40 kilo, 45 kilodan chiqsa, mana shu paraqa kunjara deydimi, yog'ligidan. Buni zavoddan ham video qilib qo'ygan edim kanalimga. Mollarga o'rtacha 1 kilo bir kuniga 700-800 grammdan standartiga to'g'ri kelyapti. Endi katta kichigiga qanaqa tushadi bilmayman. Bitta mol yashi 1,5 kilo bilan 700 grammda o'rtasida kunjara. Kepayni ham unaqa ko'p bermayotgandim. Bir qop kepayim 3 mahal yetyapti. Endi xudo xolasa ertaga kepay olib kelaman deyapman. Bir kunda bir qop kepak 1 kilodan kunjaraga chiqaraman mollarni. Makka shunday qoladi. Shu holatda rasxod qilaman. Xudo xolasa keyingi videolarimizda puligacha hisob kitob qilib beraman. Nech puldan boqilyapti ekan bitta mollar. Men ham hisob kitob qilganim yo'q, o'zim dehqonman. Shu drabilka. Drabilka bitta eng yomon tomoni shukan. Mana ko'ryapsizlarmi? Agar eng mayda unida chiqaraman desanglar, makkani ana shu o'rtasida qalin so'tasi qolib ketar ekan. Tiqilib qolyapti drabilka. Sifat universal drabilkasi. Mana shu makkaning qattig'i, ammo yaxshi bo'lyapti. Tayda qolib ketyapti, alohida tashlab yuboryapman. Eng qattiq joyi mashina un quvora olmayapti. Bo'lmasa hayot oson bo'lib qoladi. Xo'p, mollar ko'rsatishni boshlaymiz, hurmatli obunachilar. Shunaqa gaplar. Videomiz sifatsiz chiqib qolgan bo'lsa, agar uzr so'raymiz. Like bosib qo'yasizlar.
Bu shvetimiz 1.40 plus kelaveradi. Gavdali, katta mol. Qorinlar pastga osildi ancha. Mol bo'g'ozga o'xshayapti. To'g'risi qo'l soldirganimni 3 oydan o'tganida doktor bilmadi. Nari qizilda biluvdi, buni bilmadi. Mana ostilari bilmayman, agar bo'g'oz bo'lsa shirasi bor. Bu molimiz. Bunaqacha dahshat o'zgarib yormadi mollar. Sovuqda ham hisobiga keyin yemni ham zo'r berganim yo'q. Yapti ochig'i bozor o'ta tashlab yubordi. Mollar yo'q bostirib mag'laman dedim. Ichida o'zgarayotganlari ham bor. Bu ham yaxshi o'zgaryapti. Semirdi. 10-15 kunda tayyor bo'ladi. Mana olamiz. Çocuğum. Haydi. Bu ham yaxshi o'zgaryapti, olay. Yemlar bunaqa kuchli berganimiz yo'q. Baribir rasxod bo'lyapti har bittasiga. Mana kichkintoylar 9,5 ga olingan. 9 million 400 ming so'mga olingan. Bu 11,5 ga olingan. Mana shu ham yaxshi o'zgaryapti. 10 million so'mga olingan. 9 million 400 ming so'mga olingan mana shu o'g'lar. Bular o'syapti. Ana bu jigarrang, targ'il. $10 million 400 ming ham, 10 million 450 ming ham olingan. En sovuq joyda mana shu. Bularga mana shu kattalar bilan bir xil silyos beriladi. Ozgina silyoslari qolgan oldidan ko'rayotgan bo'lsanglar kichkinalarni. Bu katta mollarimizda mana ko'ringlar. Moli silyos tagiga tashalgan somon qolgan xolos. Ishtahalari yaxshi, hammasi yalab qo'yib yeyapti. Novost ishtahasi zo'r emasdi. Mana hozir sizlarga aytgan narsam, mana shuni ko'rsanglar. Makkani qaynatilgani kepak kunjara. Yeyaptim. Bu molning kilosi, hurmatli obunachilar, 385 kilo keldi. Sotman. 46 mingdan hisoblasam ham 17 million 700 ming, 17 million 800 ming so'm bo'lar ekan. Sotkim kelmadi to'g'risi. Shu aytamiz. Mahal bo'zak. Buni ovozga qo'yib qo'yaman mahal. Sigir qiladigan bu. Hurmatli obunachilar, videoni oxirigacha ko'rgan bo'lsanglar, like bosib, gumbillatib qo'yasizlar.